Buni qarang. Haykal yasalganini. Chiroqli? Ya sizga bitta narsa yetishmayapti, lekin topinglar, ikkita farqni topinglar. Polshadan Portugaliyagacha bugun bizning 77-kunimizda, короче, adlan aytayotdi hozir. Mana shu tepada bitta uyingiz bo'lsa, yashayverardingiz, maza qilyapti. Yasharmidingiz? Nima kerak bundan? Bundan ortiq nima kerak? Qaranglar, tapcham bo'lsa, tushasiz, misol uchun uylangan bo'lsangiz, bitta shuni stolning ustiga o'tirasiz, maza qilib yashaysiz, to'g'rimi? Pul bo'lsa, uyingiz bor, zato kayf qilib. Hozir biz kemada o'tishimiz kerak bo'ladi. Naryoga, ko'ryapsizlar, kema hozir 2 soatdan keyin keladi. Vaqtimizni bekorga o'tkazmaslik uchun Naryoga boramiz-da, ozgina bir cho'mi qilamiz-da, Adlan ekanamiz, eslishda Adlanning orqasini masaj qilib qo'yaman o'zim, ha. O'zida o'tkazsa bola o'tkazsa ish qiladimi? U endi masalka bilan u kirlarni ketkizish tushunadi. U noto'g'ri tushunmasmi endi odamlar? Tavbaga. O'g'il bola bir-birining orqasini masaj qilmaydimi? Atpishlasini so'rang. Yo'q, seriyozda, o'g'il bola bir-birining orqasini masaj qilmaydimi? Ikkita do'stlar orqanglarni kirini ketkazish uchun. O'rtoqlar, bizlar qora bo'lsak ham, zato dengiz deb o'ylamiz, to'g'rimi? Ko'nglimiz Ko'nglimiz to'g'risida, Adlanniki sariq